Yo Habibis, nima gaplar, charchamayapsizlarmi? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Barchaga xayrli kun istalgan payti. Bugun 29-noyabr soat 20 dan 21 minut vaqt o'tdi. Qadrli tomoshabinlar, bugungi savdoyimiz ancha psixologik og'ir o'tdi. Buni video davomida o'zinglar ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Bugungi videomizdan faqatgina texnik analiz yoki grafikaga oid narsalar emas, ma'lumotlar emas, psixologiyaga aloqador, insonni xarakteriga, insonni savdo planiga, sistemasiga aloqador mavzular bo'ladi, ya'ni treyderda. O'ylaymanki, sizlarga foydasi tegadi. E'tiborlaringizni bir joyga jamlab, choy poy damlab olib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Sizlarga maroqli hordiq tilayman. Barchaga xayrli kun istalgan payt o'rtoqlar. Bugun 29-noyabr 15:00 bo'lsa soat. Oltin instrumentida 4 soatlik time frame da mana shu 4 soatlik svechani soyasi, umuman tanasini o'ziga baystab qo'yib qo'ymoqchiman. 26:65 30 lar atrofiga o'tqani. 26:65 35 ga qo'yaylik. Xo'p, o'rtoqlar, buy stopni ham joylashtirib qo'ydik. Agar bozor bizni buy stopimizni aktivatsiya qiladigan bo'lsa, bozor katta ehtimol bilan keyingi o'zini sопротивленияsiga ko'tarilish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Keyingi sопротивленияsi esa bozorda ko'rib turganimizdek mana bu joy hisoblanadi, o'rtoqlar. Mana bu 4 soatlik time frame svechaga qaraymiz. Bichi bo'lib yopilgan. Undan oldingi svecha ham bichi bo'lib yopilgan va mana bu sопротивлениyadan yuqorida yopilgan. Hozir buy stop qo'yishimga aynan sabab yaqinlashtirib ko'rsatib beryapman. Undan so'ng esa hamma time frame'da sizlarga analizlarimni, fikrlarimni tushuntirib berishga harakat qilaman. Aynan hozir mana shu buy stopimiz agar aktivatsiya qiladigan bo'lsa, boya aytganimdek katta ehtimol bilan birinchi bo'lib mana bu sопротивление, ikkinchi o'rinda keyin mana bu sопротивлениyaga bozor mana bunaqangi holatda ko'tarilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi degan fikrdaman. Mana bunaqangi 4 soatlik time frame'da buy stopimiz aktivatsiya bo'ldi. Buni take profitini endi 26.68 даже 26.69 atrofiga qo'ysam yarashaveradi mana bu atrofga. Aynan mana shu joyda bozordagi reaksiya, bozorda holati, bozorda yo'nalishi o'zgardi. Biz ham sirazi bozorga qarab o'zgaramiz va buy zilkani yopib, o'rnida selga zilka ochamiz va natijani ko'ramiz. Да, Фатима opa. Bo'ldi, men Rinatga aytaman, Talgat bilan o'tishadi opa, давай. Aha. Aylanib qolsin xolasi. Давай, Фатима opa, поговоримся, давай. Mana bu joy поддержка, mana bu joy сопротивление o'rtoqlar. Buni oralig'i esa range zona hisoblanadi 30 minutlik time frame uchun. Bozor mana bu поддержкамizdan pastda yopilganligi uchun mana bu tepada yuqorida olgan bayga zilka olgan zilkamni yopib bordim va mana shu joydan selga zilka qildim. Birinchi maqsad mana bu joy, ikkinchi maqsad keyingi mana bu поддержка hisoblanadi. Bozordan hozircha mana bunaqangi harakat kutyapman. Bo'lishi mumkin, mana shunaqangi движуха bo'lishi mumkin bozorda. Bu birinchi variant bo'lishi mumkin. Agar bu soyani yuqoriroqqa, teparoqqa qo'yib turib keyin tushishi ham mumkin. Yana bir bor сопротивление zonamizni test qilib, lekin hozir mana bu поддержкаdan pastda yopilganligi uchun mana o'zini поддержкасы mana bu svecha pastga yopildi. Tepada yuqori katta soya qo'yib, chunki shu joydan selga zilka qildim. Hammasi reja bo'yicha, plan bo'yicha.
Xullas o'rtoqlar, bugungi savdoyimiz mana shunaqangi holatda amalga oshdi. Ko'ryapsizlar, tepadan zilka qilganimizga bir 87 punkt zarar ko'rdim, lekin mana bu joydan rejani o'zgartirdik va bu joydan 42 punkt foyda qildik va umumiy hisobda bugun foydadamiz. Bugun psixologik og'ir savdo bo'ldi o'rtoqlar. Agar bu narsani sezgan bo'lsanglar, psixologik og'ir savdo bo'ldi. Mana shunaqangi paytda traderning psixologiyasi tekshiruvdan o'tadi. Xullas o'rtoqlar, bugungi savdoyimiz mana shunaqangi holatda amalga oshdi. Menimcha sizlarga hammasini tushuntirib bera oldim, keraklicha ma'lumot bera oldim. Bu bugungi savdoyimiz, istoriyamizni ko'rishimiz mumkin. Barchalarga e'tiborlari uchun juda ham kattakon rahmat. Ertangi yoki keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar o'rtoqlar, omon bo'linglar.